Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs kanali do'stlar. Bugungi videoroligim esa to'g'ri YouTube kanal, ya'ni pul ishlaydigan YouTube kanal ochish haqida bo'ladi. Bu videomiz proyekti bitta qismdan emas. Bu videomiz proyekti 4 ta 5 ta qismdan bo'ladi. Hozir bu birinchi qism videomiz. YouTube to'g'ri kanal ochish, ikkinchi qismi esa to'g'ri monetizatsiyaga ulash, uchinchi qismi esa ishlab kimlardir ko'pchilikda akkauntlari o'sha YouTube kanalga yurg'izadi va pul ishlab qo'ygan katta miqdorda o'shalarni chiqarib o'tish, to'g'ri qanday qilishlar hammasini bitta batafsil videolarda tushuntirib o'tib ketaman. Bu birinchi qism video. Agar aktiv bo'lsalar, qolgan video qismlari chiqishda boshlaydi. Biz buni harakatini boshlaymiz, to'g'rirog'i. Do'stlar, video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yinglar. Bu videoni xudo xohlasa ikkinchi, uchinchi qismini o'tkazib olmaslik uchun обязательно obunani bosib qo'ysanglar, videolarim chiqishida обязательно sizlarga birinchidan bo'lib boradi. Faqat mana bu yerdan obunani hammasini bosib qo'ysangiz, tepadan bildirishma orqali. Unda ko'p kutilmaydi do'stlar, videoni boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz biz YouTube ga yoki Play Marketga yoki nastroyka orqali iPhone'dagilar bo'lsa YouTube qulay bo'ladi. Mana shu oynaga kirib olgan YouTube'da turgan bo'lasizlar va bu yerda akkauntlar ustilaringizga, akkaunt ustiga bossanglar, tepadan nastroyka, endi boshqa tushuntirib o'tib tushunmaydiganlar bo'ladi va nastroyka bo'limini bosib olib, bu yerda hisoblarni boshqarishni bosamiz va bu yerda mana tepada plus bo'limi turibdi, o'shani bosib olamiz va akkaunt ochib olamiz. Ko'pchilik mendan savol so'raydi, akkaunt ochishda o'sha kanalga moslab akkaunt ochish kerakmi, nomini deydi. Yo'q, farqi yo'q. O'zingizlar ismini qo'yib ochasizlarmi, birovlarning ismini qo'yib ochasizlarmi yoki o'zingizda pasten ishlab turgan Gmail akkauntingiz bo'lsa, o'sha akkauntda kanal yurg'izsalaringiz ham bo'ladi. Hech qanaqasiga problem bo'lmaydi. Faqat parol, niklar esda bo'lishi kerak. Agar sizning Gmailingizda, Google akkauntingizda parol esingizda bo'lmasa, siz обязательно yangi ochib, hammasini to'g'rilab qo'yishingiz mumkin, nomerlarni ulab. Xo'p, bu yerda mana shaxsiy foydalanish uchun bosamiz va bu yerda ism kiritamiz. Xohlaysalar ism kiritinglar, xohlaysalar kanal nomini kiritinglar, farqi yo'q. Libba ismni kiritsalar bo'ladi. Misol uchun men ismni kiritaman, Boss. Misol uchun chorva deyman, chunki chorva qilib ochamiz kanalni. Misol uchun chorva bo'ldi, shu. Keyingisini bosib olamiz. Bu yerda yil. O'sha yillaringizni to'g'rilab olasizlar. Endi misol uchun men bunday holatda Xo'p. Va mana bu yerdan tanlaydi. Mana shu akkauntlardan bittasini tanlang deydi. Misol uchun men birinchisini tanlab qo'yaman va keyingisini bosaman. Va endi bu yerdan parol qo'ying deydi. Parolga misol uchun chorva qilib qo'yaman. Farqi yo'q, bu Gmail akkaunt menga qizig'i yo'q. Просто tak ko'rsatish uchun qilyapman. Va mana do'stlar, hisobingiz haqida axborot tekshirish deydi va keyingisini bosib olamiz. Va bu yerda pastga tushib, rozimanni bosib olamiz. Bosib olganimizdan so'ng esa tekshirilmoqda deydi va kutamiz biroz. Va endi pastroq tushaman, o'sha akkauntga kirib o'taman. Mana bu akkauntimiz ochildi, bo'ldi. Endi bunda kanal ochamiz, bo'ldi. Kanal ochish juda ham oson. Bu yerda akkaunt ustiga bosib olamiz va bu yerda mana nomi deyapti, Abbos Chorva. Bu yerda birinchi qatorga nomini kiritasizlar. YouTube kimdir qidirganda, obunachilar ko'paygandan keyin chiqib keladi. Xohlasanglar bo'ladi deb. Xo'p, misol uchun nima qilaman? Men chorva bozor qilaman. Misol uchun chorva mollar bozorini qilaman. Chunki YouTubedan ko'pchilik mol bozorlar reklama qiladi yoki avtobozor reklama qiladi. Shunaqa videolar olib yuradi, narxlarni aytib yuradi. Ko'pchilik shunaqa ko'rdim, даже 1,5 million obunalar bor ekan shunaqalarda, auditoriyada, o'zbeklarda. Xo'p, saqlashni bosamiz. Xo'p, identifikator deydi. Ya'ni bu kuchukcha amal holati bo'ladi. Kuchukcha amal holati nima qilmoqchisiz? Xo'p, bu yerda men chorva mollar joy zangt bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Ha. Bir qilib qo'yaman. Bu yerga o'zingiz kuchukcha amallarni yozib qo'yasizlar, kuchukchaga nikni, buni ham qidirganda YouTubedan chiqib kelasizlar. Va endi bu yerdan galeriyadan rasm tanlab o'zingiz qo'yib olasizlar. Men bu yerga rasm qo'yib o'tirmayman. Kanal yaratishni bosib olamiz. Xo'p, birinchi ishimiz tayyor bo'ldi. Mana chorva mollar bozor. Bilmadim, xato yozdim, to'g'rimi bilmadim. Xullas, mana kanal tayyor. Kanalda endi biz nima qilishimiz kerak? Monetizatsiyaga ulab qo'yishimiz kerak. Monetizatsiyaga ulash deyapman, ya'ni hozir ko'rsataman qanday to'g'rilashni. Bu hozir kanalda turibmiz. Bizni birinchi qiladigan ishimiz esa biz YouTube Studioga kirib olishimiz kerak. YouTube Studiosida telefonda bo'lsa, sizda programmasi shart emas boshlanishiga. Hozir tushuntirib o'tib ketaman.
Google ga kirib YouTube Studio deb yozamiz va mana shu oyna chiqib keladi. Studio to'g'ri yozaversa. Xo'p, bizda saytda foydalanasiz. Telefonda bo'lsa, Google'da, App Store'da yoki iPhone'da bo'lsa, Androidda, iPhone qanaqadir bo'lgan taqdirda ham programmasini foydalanaysizlar, chunki unda funksiya ishlamaydi. Qanaqadir juda ham ko'p funksiyalari bor. Bu yerda YouTube Studioga kirib olamiz. Qidirganimizdan so'ng esa menda kanal bor. Bu kanalga avtomatik o'tkazib olgan. Mana bu yerdan bosib, hisoblar boshqarish bo'lsa-da, yangi ochgan kanallaringizni o'tkazib olsangiz bo'ladi. Sizlar birinchi qilishingiz nima kerak bo'ladi? Mana bu yerda monetizatsiya degan bo'limi bor. Monetizatsiya degan bo'limiga kirib olasizlar. Kirib olganingizdan so'ng esa bu yerda mana turibdi. Bu yerda hech nima aniq emas deyapti. Monetizatsiya bo'limi bosmabman. Hozir o'zi 1 daqiqa. Mana pastdagi qator. Mana joylashuvni yangilashni bosamiz. Chunki siz turgan hudud O'zbekiston hududida turibdi. Buni bosib olib, bu yerda biz Sovediniy shtat, ya'ni Amerika shtatiga o'tkazib olamiz iloji boricha. Yoki-da boshqa davlatga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Ya'ni monetizatsiya ishlayotgan Turkiyada ishlayapti misol uchun. Xo'p, bu yerdan biz AQSh, mana birinchi turganiga Amerika Qo'shma Shtatlarini tanlab qo'yaman. Xo'p, bu yerda kalit jumlalar, bu yerda javobchi shart emas. Kalit jumlalar nima? Bu yerda kiritganingiz bilan ko'pchilik aytadi, bularni kiritib qo'ysangiz YouTube'da qidirganda shunaqa narsalar chiqib keladi, bunaqa chiqib keladi yoki akkauntingizni bunaqa holatga o'zgartirish kerak yoki unaqa holatga o'zgartirish kerak. U unaqa narsalar katta misol uchun rol o'ynamaydi, chunki siz qaysi videoni misol uchun YouTube kanaliga yurg'izasiz, YouTube'da bitta yo'nalishni tanlashingiz kerak, o'sha yo'nalish bo'yicha ko'tarilishingiz kerak. YouTube'da har xil yo'nalishlar tanlab, xohlagan videolarni qo'yib tashlaversangiz, unda ko'tarilmaysiz. Ko'tarilasiz, Shorts orqali ko'tariladi. Shorts orqali ko'tarilgan YouTube kanal bir tengdek hisoblanadi. Keraksiz narsa. Iloji boricha YouTube kanal ochyapsizmi? Siz Shorts emas, siz обязательно katta, ya'ni kontent orqali ko'tarishingizni maslahat beraman. Chunki siz daromadga kirasiz, kattaroq pul to'laydi va ko'proq odam taniydi. Shortsda esa siz shunchaki rekomendatsiya chiqadi videongiz, ertasi kuni chiqargan videongiz hech ko'rakka chiqadimi, chiqmaydimi, odamlar ko'rmaydi. Siz auditoriya bilan katta video 15 daqiqalik, 10 daqiqalik videolar ishlab chiqarsangiz, o'sha bilan tanilsangiz, video odamlar sizni taniydi va videolaringizni ko'radi. Kamida 2000-3000 endi xuddi shunaqa holat va men YouTubedan pul ishlamoqdaman hozirda. Xo'p, bu yerda mana shu joyga o'tkazib qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin bu yerda saqlashni bosamiz. Bo'ldi. Tayyor bo'ldi mana. Bu boshladi. Siz endi qaranglar. Shorts orqali ko'tarilmang. Shorts orqali siz auditoriyaga ula olmaysiz. Ya'ni monetizatsiyaga ula olmaysiz. Siz обязательно kontent orqali ko'tariling. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Siz обязательно bu yerdan 4000 soat yig'ishingiz kerak. Bu qiyin tuyulishi mumkin, lekin siz обязательно harakat qilsangiz buning iloji bo'ladi. Va bu yerda 1000 ta obuna yig'ishingiz kerak. 0 ta obuna shu men uchun 1000 ta obuna yiqqan 4000 soat yig'ilgandan keyin biz monetizatsiyaga ariza topshira olamiz. Men ikkinchi qism videoda monetizatsiya shunaqa to'lgan kanalda topaman. Qiyin emas va o'sha haqida kimlardir to'lgan bu narsa, o'sha teginmay turasizlar. O'sha haqida men video chiqaraman. Ikkinchi qism videosi aynan shu haqida to'g'ri ariza yuborish, hammasini yuborish, pin kodlar hammasini to'ppa-to'g'ri qilib yuborish haqida video chiqaraman. Bu yerda siz shorts orqali ko'targan to'ldirganingizda foydasi yo'q. 1000 ta obuna qilasizmi? Bu yerda asosiy vazifa bu yerda mana bu 4000 soatni to'ldirish kerak. Eng katta problema shu. Problema emas, bir kunda ham to'ldirib yuboradi bunaqa narsani. Bo'ldi akalar, mana shu holatda YouTube kanalimiz ochildi. Endi bu yerlaringizni o'zlaringiz YouTube kanalida mana bu yerda kanal tahrirlash bo'limi, o'zingiz galeriyaga rasm qo'yasizlar. Mana bu yerda avatarka bo'limlari bor. Ana orqadagi banner bo'limiga ularni yasatasizlar. Ya'ni qanaqadir piksel hajmda so'raydi o'zi rasm belgilayotganda. Telefonda yoki piksellarni yasab olasizlar yoki-da tanishlaringiz bo'lsa o'shanga yasab turib orqa bannerga qo'yib olsanglar bo'ladi. Keyin bu yerda tavsifda ham bir nima qo'shib qo'yasizlar o'zingiz, ya'ni kanalda biosi bo'ladi bu narsada. Bo'ldi, YouTube kanalni yurg'izib berasizlar. Boshqa hisslarga hech nima kerak bo'lmaydi. Keyin bitta narsani aytaman. Mana plus bossanglar, stream o'qishga yoki-da katta video qo'yishga nomer so'rab qoladi. O'sha nomerda sizlar ko'pchilik kirityapti, Uzmobile, Ucell nomerlar kirityapti. Bu narsada ularga kod kelmaydi. Kodi kelgan taqdirda ham, misol uchun balkim bir xillarda kelmaydi. Ko'pchilik kelmayapti, juda ko'pchilik odamlar so'rayapti. Beeline nomer kiritasizlar. Beeline nomerga kodi keladi. Beeline bilan qana bilmayman, YouTube shart emasmi? Yo'q, endi misol uchun men Beeline bilan ulaganman. Video ulashda hammasini stream ham qilsam bo'ladi. Misol uchun faqat video kontent bo'lgani uchun video kontent qilaman. Beeline nomer olasizlar, tanishlaringiz yoki kompaniyaga borib Beeline nomer olsanglar kerak bo'ladi. Va yana bir narsani aytaman, monetizatsiya ulashda ham o'sha nomer kerak bo'ladi. Beeline nomer shunchaki olib qo'yinglar bo'ladi. YouTube boshqarma to'dasida qilaman desanglar, Beeline nomer qulayroq. Reklama emas, endi bu narsa o'zimda Beeline bo'lgani uchun ulab ko'rsatib o'tib ketibman. Ulaganman chunki. Video ulash. Bu yerda siz bir ikki kun video joylashingiz mumkin, 3-4-kuni уже sizdan nomer so'raydi tasdiqlash uchun. Video joylash yoki stream qilish uchun. Kimlarlar stream qilishga o'tar xohlaydi, kimlarlar video, kimlarlar shorts farqi yo'q. Nima bo'lgan taqdirda. Shu akalar video kanal ochish juda ham oson.
Qanaqadir savollar bo'lsa, komment yozasizlar, akkaunt yozmaysiz. Telegramda men bo'lmayman. Adminlar faqat xizmatlarimni, nakurka, nomer, shunaqa xizmatlarimizga javob beradi. Nimadir savollar bo'lsa, YouTube kanaliga kommentariy yozib qo'ysanglar, обязательно javob berib o'tib ketaman. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, обязательно obunani bosib qo'yinglar. Bu xudo xolasa bu videomiz ikkinchi qismi chiqadi. Sizlarning podpishkalaringiz bilan YouTube kanalimga o'tsanglar, mana yerda sizlarda ham obuna turgan bo'ladi yoki podpiska turgan bo'ladi. Shuni shunchaki bitta bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Chunki menga katta motivatsiya bo'ladi. Qancha ko'p obuna kelsa, men shuncha ko'p video chiqarishda davom etaman. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida bossiz bo'ldi. Keyingi videolar uchun ko'rishguncha xayr do'stlar.